Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İman meseleleridagi birinchi dars. İman meseleleridagi birinchi dars. İnson qabrida Parvardigori haqida so'raladi. İnson qabrida, hammamiz qabrga ketamiz. Birinchi masala o'limdan hech kim qocha olmaydi. Mana shu ya'ni o'lgandan keyin qabrda so'ralish haqida aytyaptilar-da. İnson qabrda xudosi haqida, sig'ingan Parvardigori haqida, dini haqida qanaqa sig'ingan, shu xudoga qanaqa ibodat qilgan, xudosi kim, Robbisi kim, qanaqa yo'l bilan ibodat qilgan, dinda bu. Shuni so'raladi va payg'ambari haqida so'raladi. Baro ibn Ozib roziyallohu anhuning hadislarida kelgan bu sahih hadis. Oxirida aytdilar, mana uzun hadis, bu hadisni Imom Ahmad, Abu Dovud va boshqa ulamolar rivoyat qilishgan. Bu yerda ya'ni bu mana shu inson qabrda so'ralish haqidagi masalani, ya'ni qabrda Robbi haqida, dini haqida, payg'ambar haqida so'raladi deb ko'p aytiladi. Yosh bolalarga ham birinchi shuni o'rgatiladi-ku, o'rgatish kerak. Bundan maqsad faqat til bilan bilib qo'yish o'zi yetmaydi. Chunki munofiq odam ham aytadiki, odamlar aytayotgan men ham aytardim deydi. Ya'ni inson qalbdan, chindan iymon keltirib aytish kerak. Tilni o'zida yetmaydi. Maqsad mana shu narsalarni, shu yerdagi iymon masalalarini, inson Robbisini tanishi, dinini, payg'ambarini tanishi, shuning uchun kelingan dunyoga. Dunyoga Alloh shu uchun yaratgan. Va mana shu batafsil o'ziga yarasha, shunga loyiq suratda bilib olishi maqsad qilinyapti. Ya'ni iymon ham keltirish kerak va buni talabiga amal qilish kerak. Mana Baro ibn Ozib roziyallohu anhu, Baro ibn Ozib roziyallohu anhuning hadisini boshlayaptilar. Qolal Baro aytdilarki roziyallohu anhu, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir odamning janozasiga chiqdik. Ansorlardan bir kishining janozasida chiqdik. Qabristonga-da. Qabrga yetib bordik. Qabr hali kavlanmagan edi, kavlanib bo'lmagan edi. Valamma yulhad, hali kavlanib bo'lmagan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiblaga qarab o'tirdilar. Biz Rasulullohning atroflarida o'tirdik. Xuddi boshimizda qushdek, ya'ni insonning boshida qushdek degani bu juda ham sokin, tinch quloq solib o'tirganlarga ishora-da bu. Tinch turmasa boshga qush qo'nmaydi-ku, to'g'rimi? Boshimizda qush qo'nib turganidek jim o'tirdik. Rasulullohning qo'llarida bir cho'p bor edi, yerni titib, yerga urib turardilar shu cho'p bilan, cho'pay bilan. Osmonga bir qarardilar, yerga qarardilar, ko'zlarini tepaga ko'tarib pastga tushirib 3 marta shunday qildilar. Keyin aytdilarki, Allohdan panoh so'ranglar, qabr azobidan dedilar. Allohdan panoh so'ranglar, qabr azobidan asragin deb Allohdan so'ranglar dedilar. 2 marta, 3 marta. Keyin o'zlari aytdilar, ey Alloh, men sendan panoh so'rayman qabr azobidan deb 3 marta aytdilar. Undan keyin aytdilarki, banda, mo'min banda dunyodan ketishda bo'lsa, dunyodan uzilishda bo'ladigan bo'lsa, dunyodan ketayotganida, hammamiz ham ketamiz. Oxiratga yuzlanayotganida osmondan mo'min odamning oldiga farishtalar keladi. Yuzlari oppoq yuzlik, go'yo yuzlaridan quyoshdek, yuzlari quyoshdek farishtalar keladilar. O'zlari bilan jannat kafanlaridan bir kafan olib keladilar. Jannatning xushbo'ylaridan bir xushbo'yni olib keladilar. Hatto ana shu insonning yoniga o'tiradilar. Ko'zi yetgan joygacha o'tiradilar. Undan keyin o'lim farishtasi keladi, alayhissalom. O'lim farishtasi, o'sha jon oladigan farishtalarning eng kattasi keladi. Boshida o'tiradi. Shu odamning boshida oldida o'tirib aytadi: "Ey pokiza jon" deydi. Bir rivoyatda ey xotirjam, nafsut tayyiba yoki nafsul mutmainna, musulmon odamga, mo'min odamga ey pokiza jon yoki ey xotirjam jon, jon chiqqin endi deydi. Jasaddan chiq, Allohning mag'firatiga, Allohning roziligiga chiq deydi. Keyin u jon chiqadi, xuddi oqib chiqadi. Xuddiki tomchi shu idishini, suv ichadigan idishning og'zidan tomganidek oqib tushgandek shunday oqib tushadi. Keyin uni oladi. Bir rivoyatda o'sha joni chiqqan vaqtida shu musulmon odamga osmon bilan yerning o'rtasidagi hamma farishtalar va osmondagi hamma farishtalar duo qiladi. Sollat degani salovat aytish, duo qilish degan. Keyin unga osmonning eshiklari ochiladi. Mo'min odam bo'lsak, osmon eshiklari ochiladi. Qaysi eshik bo'lsa, osmon eshiklaridan o'sha eshikda tagida turgan har bir eshikning oldida turgan farishtalar Allohga duo qilishadiki, shu odamning joni biz tarafdan chiqsin. Ya'ni talashishadi-da. Bizdan kelsin, bizdan olib chiqilsin deb Allohdan so'rashadi. O'lim farishtasi jonini qo'liga olganida uni qo'lda qoldirishmaydi. Bir ko'zi ochib yonguncha qo'lda qoldirmasdan darrov narigi yordamchilar olishadi.
keyin haligi kafanga qo'yishadi ruhini. Jannatdan kelgan kafanga qo'yishadi. O'sha jannatdan kelgan xushbo'yga qo'yishadi. Ana shu oyatni karimada tavaffatu rusuluna va hum la yufarritun degan oyat karima bor. Ya'ni ajal kelgan vaqtida farishtalar uni to'liq oladi degan oyatning mazmuni shu deyaptilar-da. Oyatni ham payg'ambarimiz tafsir qilyaptilar. Mana shu oyatning tafsirini, ko'p oyatlar tafsirini payg'ambarimiz o'zlari aytganlar. O'sha jon chiqayotganda ruhi mana shunday bo'ladi. Buni shunday bo'lishi oyatda aytilgan deb oyatda eslayaptilar. Farishtalarimiz uni oladilar, hech beparvolik qilmasdan degan oyat bor. Keyin bu insondan yer yuzidagi bilingan eng xushbo'y mushk, miskining taralishidek eng shirin hid chiqadi. Mana shu insondan juda ham shirin ruhidan, shunday jonida, ya'ni bu insonning ruhidan shunaqa yer yuzidagi eng shirin atirdek xushbo'y taraladi. Farishtalar uni osmonga olib chiqishadi. Osmonga olib chiqib ketayotgan vaqtida osmonda endi farishtalar guruhlari bor. Farishtalar hadislarda aytiladi-ku, osmon zich to'la farishta. Ya'ni shu farishtalar jamoatidan o'tgan sari aytadilarki, bu shirin jon kim, pokiza jon kim deb savol beradilar. Keyin haligi ko'tarib ketayotgan, ruhini olib ketayotganlar, bular falonchining o'g'li deb dunyoda ataladigan eng chiroyli ism bilan, ya'ni dunyoda laqabi bilan, haligi yomon narsa bilan emas, eng chiroyli ism bilan, hurmat bilan aytiladigan ismlari bilan chaqirib ismlar aytishadi, falonchi ibn falonchi deb. Oxiri dunyo osmoniga yetib borishadi. Dunyo osmonining ochilishini so'rashadi, ochiladi. Har osmondagi farishtalar kuzatib qo'yadilar. Har osmonda ana shu osmondagi Allohga muqarrab bo'lgan, ya'ni hammalari emas deyilyapti. Ana shu osmonlardagi har bir osmondagi Allohga muqarrab bo'lgan, ya'ni eng yaqin, eng martabasi yuqori farishtalar uni kuzatib borishadi, undan keyingi osmongacha. To 7-osmonga yetib boradi. Alloh taolo Alloh aytadi, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Mening bandamning kitobatini illiyinga yozinglar. Illiyin eng yuqori, eng oliy maqom. Va ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun oyatini o'qidilar. Illiyun nima ekanini siz qayerdan bilardingiz? Bu yozilib qo'yilgan, kitobat qilingan bir noma, kitob yozib qo'yilgan o'rin, bu joy. Bunga muqarrablar shohid bo'ladi. Buni Allohga yaqin bo'lgan farishtalar ko'ra oladigan ana shu kitobun marqum yozib qo'yilgan kitobga yozinglar. Ana shu illiyinning nomi shu. Illiyin shu. Ana shu yerga yozib qo'yinglar deb Alloh buyuradi. Uning kitobatini, uning ismini ana shu illiyinga yoziladi. Keyin unga aytiladiki, yerga qaytaringlar. Men ularga va'da berganman, insonlarga va'da berganman. Mana shu yerdan ularni yaratdim. Yerga ularni qaytaraman. Ularni yerdan yana ikkinchi marta yerdan chiqaraman deb va'da berganman deyiladi, deb aytiladi. Undan keyin bandani yerga qaytariladi, ruhini jasadiga qaytariladi. Qabrda yana bir tirilish bor-da, qabr hayoti bor. Ana shunda banda uni ko'mgani borgan ashablarining oyoq kiyimini ovozini ham eshitadi. Ya'ni bu banda qabrga qo'yilib, o'sha vafot qilgandan qabrga qo'yilguncha shu ishlar o'tadi-da. Qabrga qo'yilgandan keyin joni yana qaytirib qo'yiladi. Keyin o'sha qo'yilgan vaqtida qabrga qo'yib ketganlar qaytib ketgandan keyin eshitib turadi, o'sha oyoq kiyimni tovushlarini eshitib turadi. Keyin ikkita farishta keladi. Ya'ni mu'minning oldiga ham ikkita farishta keladi deyiladi. Qattiq jerkiydigan, ya'ni qattiq qo'pol gapiradigan, shadidil intihor degani shunday qattiq qo'pol jirkib gapiradigan ikkita farishta keladi. Shunday jirkib berishadi, o'tkazishadi, so'rashadi. Robbing kim deb so'raydi. Robbim Alloh deb aytadi banda. Dining nima deb aytadilar? Dinim islom deydi. Mana bu odam kim sizlarga yuborilgan? U Allohning rasulidir deb aytadilar. Fayaqulani lahu ma amaluka, shu ma ilmuka bo'lsa kerak. Vallohu alam ma ilmuka edi. Qayerdan bilasan? Ya'ni bu ilming nima? Ma'lumoting qanday bu? Qayerdan bildingan ma'noda? Allohning kitobini o'qib iymon keltirdim, tasdiqladim deydi. Fayantahiru fayaqulu ma robbuka, man robbuka. Yana jirkib so'raydi. Robbing kim
Dining nima, payg'ambaring kim deb so'raydi deyilyapti bu yerda. Va hiya akhiru fitnatin, musulmon odam ro'para bo'ladigan eng oxirgi sinov mana shu. Mo'min odam ko'radigan eng oxirgi qiyinchilik shu. Fazalika hina yaqululloh, mana shu Alloh taoloning mana bu oyatining tafsiri deyaplar-da bu yer. Yusabbitulloh Ibrohim surasida yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil oxirah degan oyat karima bor. Alloh taolo iymonli insonlarni dunyoda ham oxiratda ham sobit so'z bilan sobit qadam qilib qo'yadi degan oyatni o'qidilar. Alloh o'zi sabot beradi-da. Alloh taolo shuni tiliga joriy qiladi. Chunki mu'minda bu dunyoda mu'min bo'lib o'tgan. Robbim Alloh, dinim islom, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam deya oladi. Osmondan bir jarchi jar soladi. Bandam rost gapirdi. Hop. Osmondan bir jarchi jar soladi. Bandam rost gapirdi. Bandam uchun jannatdan joy solib beringlar. Jannatdan kiyim beringlar. Jannat tomonga u uchun bir eshik ochinglar deydi. Keyin jannatning hidlaridan, xushbo'ylaridan, shabodasidan kelib turadi. Qabri ko'zi ketgan joygacha keng qilinadi. Uni oldiga keladi. Bir rivoyatda unga bir gavdalanadi deyiladi. Keladi yoki gavdalanadi. Uning oldiga keladi yoki gavdalanadi. Bir chiroyli, yuzi chiroyli odam ko'rinadi ko'ziga. Kiyimlari chiroyli, xushbo'y, hidlari juda ham shirin odam keladi. Haligi odam kelib aytadiki, "Xursand bo'ling, sizni xursand qiladigan narsa suyunchini oling. Suyunchi sizga" deydi. Allohning roziligi bashorati bor sizga deydi. Jannatlar bor sizga, abadiy qoladigan abadiy ne'matlar, jannat bor. Sizga va'da qilingan kun mana shu kuningiz deydi. Keyin banda aytadiki, sizga ham Alloh taolo suyunchi xabar bersin, suyunchi xabar suyuntirsin Alloh sizni yaxshilik bilan. Siz kim bo'lasiz deb so'raydi. Sizni yuzingiz faqat yaxshilik olib keladigan yuz. Insonlar ichida ham shunaqa bo'ladi. Ba'zi odamlar shunday yuzini ko'rsangiz o'zi yaxshilik qiladigan bilinib turadi-da. Sizni yuzingiz faqat yaxshilik olib keladigan yuzga o'xshayapti. Shunday yuzlik ekansiz. Kimsiz deganda aytadiki, men sizni qilib o'tgan yaxshi amalingizman deydi. Alloh taolo shunaqa qodirda, ma'naviy narsalarni ham shunaqa ko'zga ko'rinadigan qilib qo'yishga qodir Alloh. Men sizning solih amalingizman deydi. Men sizni bilganim deydi. Siz faqat shu ibodat toatga shoshilardingiz. Gunohga kelganda esa juda sus edingiz. Men sizni shunday bilaman. Faqat shunday bilaman sizni. Ibodatga shoshgan, gunohdan sus bilaman. Alloh sizga yaxshi mukofot bersin deb aytadi. Keyin unga jannatdan bir eshik va do'zaxdan bir eshik ochiladi. Jannatdan ham do'zaxdan ham. Mana shu sizni joyingiz deydi. Agar siz Allohga osiy bo'lganingizda deydi. Alloh sizga uni o'rniga jannatdan joyni almashtirib berdi. Jannatdagi narsalarni ko'rganda, ey Alloh, qiyomatni tezlashtir deb turadi. Qiyomatni tezroq qoyim qilgin. Tezroq oilamga, tezroq o'sha molimga qaytayin deb Allohdan so'raydi. Bandaga aytiladiki, sokin bo'ling deyiladi. Rasululloh aytdilarki, kofir banda bir rivoyatda fojir ham deyilgan. Alloh asrasin. Fojir banda dunyodan uzilishda bo'lsa, oxiratga ketayotganda osmondan unga qo'pol, qattiq qo'l, yuzlari qora farishtalar tushadi. Do'zaxdan bir musuh degani bir latta puta shu do'zaxdan bo'ladigan shu kafanga o'xshagan narsa olib kelishadi. Ko'zi yetgan joygacha uni oldida o'tirishadi. Keyin o'lim farishtasi kelib boshini oldida o'tiradi. Ey nopok jon deydi. Ey nopok jon, nopok xabis degani nopok, iflos, shunday gunohkor jon, Allohning g'azabiga chiq endi, tanadan, jasaddan chiqqin, Allohning g'azabiga, Allohning achchig'iga chiqqin deydi. Joni jasadiga tarqab ketib qoladi. Keyin haligi farishta jonini sug'urib oladi
xuddi atrofida shoxlari ko'p temirni ho'llangan yungdan tortib olganday. Haligi sixlar atrofi masalan kesilib ketgan shunaqa bo'lsa, jundan tortib olayotganda yulib chiqadi-ku, mana shunday tortib oladi. Tortib olayotgan paytda tomirlari, paylari kesilib ketadi. Osmon yer o'rtasidagi har bir farishta unga la'nat aytadi. Osmonlardagi har bir farishta unga la'nat aytadi. Uning yuziga osmon eshiklari bekiladi. Qaysi o'sha osmon eshiklaridan qaysi birini bo'lsa, o'sha eshikda turgan farishtalar Allohga duo qilishadi. Buning ruhi biz tarafimizdan chiqmasin deb so'rashadi. Keyin o'lim farishtasi oladi. Olganida narigi farishtalar uni qo'lida bir ko'zib ochib yumguncha ham qoldirmasdan, keyin uni ana shu olib tushgan kafanga qo'yishadi. Undan yer yuzidagi topilgan eng sassiq hid chiqadi, Alloh asrasin. Keyin uni olib chiqishadi. Farishtalar jamoatidan o'tgan sari kim bu nopok jon deb so'raydi farishtalar. Bu falonchining o'g'li deb dunyoda ataladigan eng xunuk ismi bilan atashadi. Dunyo osmoniga yetib borganda ochilish so'raladi, ochilmaydi. Keyin Rasululloh mana bu oyatni o'qidilar. Ular uchun osmon eshiklari ochilmaydi, jannatga kirmaydilar, ular hatto tuya ninaning teshigidan o'tmaguncha degan oyatni o'qidilar. Keyin Alloh azza va jalla aytadiki, bu bandaning kitobatini, bu bandaning nomini sijjinga yozinglar. Sijjin yerning qa'rida, eng pastki yerda. Keyin aytiladiki, bandamni yerga qaytaringlar. Men ularga va'da qilganman, yerdan yaratdim ularni, yerga qaytaraman, yerdan ikkinchi marta chiqaraman. Uning joni osmondan uloqtiriladi. Shunday uloqtirib yuboriladi, hatto jasadiga tushadi jon. Keyin Rasululloh o'qidilar: "Va man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai." Kim Allohga birovni shirk qilsa, kim Allohdek ko'rgan bo'lsa dunyoda-da, kim birovni Allohga shirk qilgan bo'lsa, osmondan qulaydi, uni qushlar chang soladi unga qushlar yoki shamol uni uzoq yerga uchiradi. Uning joni jasadiga qaytariladi. Ko'mganlarning oyoq kiyimlari, ashabining o'sha ko'mgani borganlarning oyoq kiyimlarini tovushini eshitadi. O'girib ketayotgan vaqtlarida qattiq jerkiydigan ikki farishta keladi. Qattiq jerkib uni o'tkazishadi. Robbing kim deb so'rashsa, "Ha" deydi, "Bilmayman" deydi. Ya'ni ha degani bu og'zini ochib qolishda. Dining nima deb so'rasalar, yana bilmayman deydi. Mana bu odam haqida nima deb bilasan deb sizlarga yuborilgan shu inson payg'ambar qilingan deganda Rasulullohning ismlarini bila olmay turadi. Muhammad deb aytiladi. Keyin bilmayman deb aytadi. Odamlar bir narsa shuni aytardilar, aytayotganlarni eshitganman deydi. Ya'ni eshitganda Muhammad alayhisolamning nomlari quloqiga kelgan. Keyin unga aytiladiki, bilmading, o'qimading deyiladi. Osmondan bir jar soladi. Yolg'on gapirdi bandam. Uning uchun do'zaxdan joy solib beringlar. Do'zaxdan unga bir eshik ochinglar. Do'zaxning issig'idan shunday qattiq shabodasidan kelib turadi. Qabri qisiladi, qabrini tor qilinadi, hatto qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Uning oldiga keladi. Bir rivoyatda uning oldiga gavdalanadi bir xunuk yuzlik odam. Kiyimlari xunuk, hidlari sasib ketgan, sassiq hidlik bir odam keladi. Abshir billazi yasuuka. Sen dedi, seni xafa qiladigan xushxabar olgin. Ya'ni xushxabar degani o'sha nimada, qo'shtirnoqchidagi. Seni xafa qiladigan xabar olgin deydi. Senga va'da qilingan kun mana shu. Keyin u aytadiki, senga ham deydi shu yomonlik xushxabari bo'lsin. Kimsan sen deydi. Seni yuzing yomonlik olib keladigan yuz deydi. Men sening nopok amalingman. Allohga qasamki, sen doim Allohning ibodatiga sus eding, gunohga shoshilar eding. Toat ibodat deganda yalqovlik qilarding, gunoh deganda uchar eding. Alloh taolo senga yomonlik mukofot bersin deydi. Keyin unga bir ko'r, kar, soqov bir farishtani shunga muvakkal qilib qo'yiladi. Uning qo'lida bir bolg'a bor. Agar ana shu bolg'a bilan tog'ni urilsa, turpoqqa aylanib ketadi. Bir uradi, keyin bu banda turpoqqa aylanadi. Keyin Alloh uni yana qanday bo'lsa shunday qaytaradi. Yana bir uradi, qattiq uradi. Urganda shunday dod soladi, inson va jindan boshqa hamma narsa eshitadi. Saqalayn, ya'ni inson va jin. Bulardan boshqa hamma narsa eshitadi. Keyin unga do'zaxdan bir eshik ochiladi. Do'zaxdan to'shaklar unga muhayyo qilinadi. Keyin bu banda ey Alloh qiyomatni qoyim qilma deb duo qilib yotadi. Imom Ahmad, Abu Dovud va boshqalar rivoyat qilishgan. Iymon masalalaridagi birinchi dars shu. Alloh alam, Alloh taolo bilmaganimiz bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.